hamisha tomoshabin uchun qiziq. Biz bor yo'g'i 3-4 daqiqada rohatlanib ko'radigan bitta taronani suratga olish uchun ko'rib guvohi bo'layotganingizdek soatlab vaqt sarflanadi. Bu yilgi Fayzli yangi yil dasturi qariyb 100 dan ziyod taronalar, duetlardan tashkil topgan. Endi esa tasavvur qiling, katta jamoaning mashaqqatli mehnati va muhabbati evaziga tayyorlangan bu dastur esa yangi yil oqshomida albatta ko'rishga arziydi. Hammamiz sevib tomosha qiladigan yulduzlarimiz yangicha duetlari, o'zgacha imijlari, o'zgacha postanovkalar qilinyapti. Mehri bilan, muhabbati bilan yondashgan tarzda dastur tayyorlayapmiz. Yangi yil oqshomida Sevimli telekanali har bir vatandoshimiz, har bir O'zbekiston oilasini o'sha yangi yil oqshomini fayzli, maroqli o'tkazishlari uchun necha yildan beri reklamadan voz kechganmiz, dastur ichida qo'yiladigan reklamadan voz kechganmiz. Bu yil ham o'sha an'analardan istisno emas. Chunki tomoshabinlarimizning bizga bo'lgan ishonchi, ularning yaxshi kayfiyatda o'zlarini yaxshi kayfiyatda yangi yilni kutib olishlari biz uchun juda muhim. Kelin, kelin, hoy kelin, go'zallikka boy kelin, kulishlari yarashgan ham Sevimli xonandalar va siz bilgan mashhurlarning kutilmagan tandemi bu gal ham sizni hayratlantirishi aniq. Duetlarda farq bor. Insonlar sog'ingan qo'shiqlar juda ham ko'p bu yil va biza o'zbegimni yaxshi ko'rgan qo'shiqlari sandig'ini ochganmiz bu yil va erinmasdan 2 oy faqat musiqa tanlaganmiz. Chunki konsert qilish oson, konsert dasturi tayyorlash ham oson bunday qaraganda, lekin repertuar tanlash, unga mos ijrochilarni jalb qilish va odamlarga yaqin bo'lgan, yuragiga yaqin bo'lgan va eshitishga yoqimli bo'lgan qo'shiqlarni tanlash biroz vaqt va jiddiy yondashuv talab etadi. O'rtacha 300 ga yaqin san'atkorlar xizmatda bo'lishadi. 31-dekabr kuni xalq xizmatida va qolaversa mana ko'rib turganingizdek sahna ortida tayyorgarlik har doimgidek qizg'in. Bir necha yil oldin qiyin bo'lardi. Hozir san'atkorlar o'zi bilib qolishgan, aytishadi, sen bu bilan bo'ldi, xo'p deyishadi. Sevimli telekanali uchun sifat eng muhim qadriyat. Dastur telekanalning eng so'nggi texnologiyalar asosida jihozlangan ko'chma telestudiyasida tasvirga olinmoqda. Yangi yilda, shu bir yilda bir marta bo'ladigan. Hamma kutib ishlaymiz. Jon berib, jon olib. Menga eng zavq beradigani shu o'zimiz sevgan, bir yil bo'yi eshitgan, yillar bo'yi eshitgan qo'shiqlarimizni yangi talqinda boshqa san'atkorlarning talqinida eshitish zavq beradi. Hozir O'zbekistonda birinchi bo'lib biz olib keldik. Teleskopik kran deydi bizning tilda. O'zi kirib chiqib 10 metrga dovur. Bu ham ancha sifat qo'shadi. Tongga qadar syomkalar bo'ladi. Kimdir charchaydi, kimdir uyqusi keladi, lekin shunga qaramasdan yangi yil kuni xalqimiz mazza qilib yangi yil dasturini tomosha qilish uchun harakat qilamiz. Yangi yil kuni o'zimizni qilgan mehnatimizni ko'rsak, hamma charchoqlar chiqib ketadi. Har bir tarona uchun alohida sahna ko'rinishi, raqslar, yorqin hislarga boy chiqishlar, bularning barchasi kadr ortida tunni tongga ulab, o'z halovatini eng yaxshi bayram sovg'asi tayyorlash uchun bag'ishlagan katta jamoa mehnati natijasida yaraladi. Professionallar bu yil ham siz hayratlanishingiz va oila davrasida eng yaxshi yangi yil oqshomini kutishingiz uchun astoydil tayyorgarlik ko'rishdi. Nima deydi, eksperimentlarga xursand bo'laman va albatta sevimlidagi atmosfera boshqacha. Nima uchun ko'rish kerak? Sababi zo'r bo'ladi. Juda ham yangiliklarga boy. Aynan mana shu dasturni hamma kutadi. Meni oilam ham kutadi, ayniqsa. Albatta yangi yilni albatta tomosha qilish kerak, chunki bu gal tayyorgarliklar juda ham o'zgacha. Ishoning, yil davomida sizni shunaqangi bir ko'tarinki kayfiyat tark etmaydi. Ishonmasangiz sinab ko'ring. Men hali o'sha kayfiyatda yuribman, ishoninglar. Xalqimizning suyukli san'atkorlarini kutilmagan obrazlarda ko'rish uchun ham ko'rish kerak. 31-dekabr muhabbatga yo'g'rilgan fayzli yangi yil dasturini faqat Sevimli telekanalingizda kuzating. Ishoning, afsuslanmaysiz. Nigora Elmurodova, Farruh O'tbosarov, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun.